Robotchi это tera lishni tera u. Видеоны ko'rdinglar. Ayting shunday. Оттуда, которые ребята работают, им деньги пишите. Она говорит. Оттуда, которые работают. Lishni tera. Мы тебя не видим. Ты находишься на своей территории с утра, с 8 до 5. Lishni tera. Когда находись там, Я утром с либо, ним. блядь, пиши заявление. Сегодня утром я с 1 ним. утра до Mariya qayotdi. Вот, сейчас пришли. Mariya Сейчас пришли. qayotdi. Еще чай не пили. Mariya Утром мы aytayapti. пошли туда. Kiring ichkari. Dekabr olduk-ku ikkalamiz. Yanvar yo'q deyapti. Nimaga yo'q deng? Без денег кто будет работать? Ну, же тебе где дали денег? Наша компания дала тебе денег. Yo'q o'tiring, yo'q o'tiring meni. Yanvar. Yanvar neto deyapti. Как это январь? Neto deyapti. Mashinist va это. Yanvar ashchat deganmi? Ashchat deganmi? Yanvar dekabr. Dekabr açıl bergan. Yanvar bergan yo'q. Yanvardan beraman degan fevralga, to'g'rimi ikkalamizga? Beraman degan. Bugungi sana nechi? Bugungi sana nechi? Bugun 20. Ha. 33.500 beryapti. tepeden. Mashinik siva beryapti yerga. Nima bermayapti o siz oyligingizni? Oyligingizni talab qiling, nima bermayapti? Fevral. Oldim men mana. Mana berdi menga mana. 35.000 so'm berdi. Ha. Assalomu alaykum hammaga. Aka-ukalar, video davomida yana o'sha bizni musofirlar pullarini ololmayapti. Ishlagan pulini ololmayapti. O'sha narsalarni biz hozir ko'ryapmiz. O'shaning uchun sizlarga bir ish taklif qilmoqchiman, lekin bu reklama emas. Ish строительный firmada, bu firma bilan hamkorlikda ishlaganmiz. Biror marta podvodit qilmagan, pulini vaqtida bergan har doim. Hozir masalan kuniga 4000 dan 5000 dan pul to'layapti. Общежитияsi, kiyimi, hamma narsasi bor. Ularga vakansiyalar kerak, men sizlarga o'qib beraman. Mana armirovщик, monolitчик, montajnik, наружный трубопровод. O'sha bizni qirg'iz, o'zbek, o'sha musofir xalqimizga ishlar bor. Kimda qo'lidan bu ish keladi. Hozir pastida nomer telefon ko'rsataman. Andrey ismi, Andrey, строительный firma. Borib ishlaysizlar. Agar kim pulini ola olmasa, meni nomerimni biladi hamma. Telefon qilaverasizlar. Bularda 100% garantiya pullaringni beradi. Hammaga rahmat. Kimga kim ish kerak bo'lsa, telefon qilib borib ishga joylashasizlar. Reklama emas bu. Katta rahmat.